Mana shu vokzalni butunlay buzib, o'rniga mana bu loyihani qilsak, nima deysizlar? Bu loyihani 4 yil oldin qilganmiz. Aynan mana shu hududga loyihalangan. Bu vokzalni butunlay buzib, o'rniga uchburchak shaklda tushadi. Agar mana shu zamonaviy loyiha sizga yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasizlar. Hozir ichkarilarini ham ko'rsataman. Mana vokzalga kirib kelganingizda bu hol, katta hol hisoblanadi. Qaranglar, o'sha vaqtda eng zo'ri bo'lgan, lekin hozirgi kunga kelib eski dizayn interyerlaridan hisoblanadi. O'sha vaqtda mana bunaqa kuch joylarni ham qilishganda, allarni qilishgan, hovlicha, landshaft elementlari. Mana loyihamning tom qismida kuch joyi bor, ya'ni hozirgi zamonaviy tendensiya. Mana hozir siz vagoningizga chiqish uchun yer ostidan tunnel orqali yo'laklarga o'tasiz. Amandagi loyihada yer ustidan o'tasiz. Ya'ni qayerda poyezd joylashganini ko'rib turasiz. Yer ostida yurganingizda qayerda yurganingizni his qila olmaysiz-da. Bu kuch joylari, poyezd yo'laklari yangi loyihada mana bu yerdan ko'prik chiqadi-da va har bitta yo'lakka zina tushadi. Ana shu zinalar orqali siz o'z vagoningizni topasiz. Kuch joylari ham mana bunaqa naveslar bo'lmaydi. Buni o'rniga mana bunaqangi zamonaviy naveslarda kutasiz. Qalay, sizga yoqdimi loyiha?